Farg'ona shahar markaziga yaqin bo'lgan hududda aynan ushbu g'ishli domimizdan juda ham chiroyli ikkita kvartira topib qo'ydim. Kvadraturasi ham optimal, sizga yoqishi aniq. Ushbu ko'chadan to'g'riga qarab chiqqaningizda Ussalamandi orqasiga to'g'ri keladi. Bu tomonimizda esa yo'lning boshidan chapga burilganingizda Fresh Market joylashgan. Aynan ushbu Novostroykamizda 5-qavatli ikkita kvartirani birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi kvartiramizning ichiga kirib keldik. Kirishingiz bilan keyingina hol qismini ko'rishingiz mumkin. Aylanib turib hozir bir qator ko'rsataman kirish qismini. Kirish eshigi xohishlaringga qarab ushbu devorni yana beriroqqa surish mumkin. Koridorni biroz taraytirgan holatda ichkaridagi xonalarni kattalashtirish imkoniyati bor. Xo'p, birinchi xonamizga kirib keldik. Ushbu xonamizni ko'rishingiz mumkin. O'zining alohida balkonlari bor. E'tibor berib ketasizlar, ushbu domimizda mayda-mayda detallarga yaxshi e'tibor berilgan. Shu sababli akfa eshiklarni ham sifatlisi o'rnatilgan. Bir qator yog'lanadigan bo'lib qoldi. Ya'ni haligini aytib o'tgan idea ham nima edi? Devorni kattalashtirish, xonalarni kattalashtirish mumkin, koridorni kichraytirish hisobiga. Yana bitta xonamiz. Eng so'nggisi esa reja bo'yicha oshxona bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, hamma kommunikatsiya ishlari amalga oshirilgan va ushbu domimizga alohida gazlari ham kelgan. Hozirgi kunda uy sotib olayotganlarda eng birinchi savoli kadastr bormi, narxi nech pul emas, sizning domingizda gaz bo'ladimi yo'qmi degan savolni berishadi. Ushbu domga gazlari yetib kelgan. Va eng so'nggi xonamiz sanuzel. Ko'rishingiz mumkin. Bitta vanna, unitaz, rakvina joylashtirish imkoniyati bo'lgan kattagina vanna xonasi. Ushbu xonadonimiz 73 kvadrat metrdan sal oshiqroq maydonni egallagan toza 2 xonali kvartira. Ikkinchi kvartiramizning ichiga ham kirib keldik. Kirishingiz bilan keyingina hol qismi, kirish qismini o'ng tomoniga garderobni shkaf qo'yish uchun, prixoshka mebel qo'yish uchun joy qilingan. Chap tomonida esa alohida o'zini sanuzellari joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Dushovoy zona, unitaz, rakvina qo'yish uchun keyingina joy tashlab ketilgan. Ushbu xonadonimiz ham to'liq 2 xonali. O'rtada mana bu yerda yana bitta koridor paydo bo'lmasligi uchun katta joy qoldirishgan va bu xonamiz oilaviy dam olish zonasi, mehmonxona sifatida ham foydalanish mumkin. Xohishga qarab, agar ushbu xonani hozir ko'rsataman, mehmonxona studiyniy formatdagi zal qo'rilsa, bitta bo'lingan holatida bolalar yotoqxonasi qilib qo'yish mumkin. Bu yoq endi xohish-istagingizga qarab albatta. Ya'ni bu joyimiz mehmonxona, o'zining alohida balkoniga ega. Bu tomonimizda esa oshxona joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Kuxnya uchun alohida joy tashlangan. Mana bu yerda esa TV zona qilish mumkin. Barcha kommunikatsiyalari, gaz liniyalari olib kelingan. Ushbu joyda ham kattagina joy bor. G shaklidagi yumshoq mebelni qo'yib, bu yerga televizor zona qilish mumkin. Kattalar yotoqxonasiga kirib keldik. Bitta shkaf qo'yiladi. Narigi tomoniga esa yotoqxona mebeli, trumolarni joylashtirish mumkin. Bu yerda ham sifatli akfa romlar o'rnatilganligini ko'rishingiz mumkin. Binoni tashqi qismi to'liqligicha pishig'ishda qurilgan. Buni mana bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin. Ichki перегородкалari esa gazoblok yordamida to'silgan. Ushbu xonadonimizning egalari ham ekraningizda telefonlashib, kelib ko'rib sizga ma'qul keladigan bo'lsa, baraka qilishingiz mumkin. Narxini 1 kvadrat metr uchun $550 dan so'rashmoqda. Albatta ozgina kelishadigan joylari bor. Biroz variantga ham berishlari mumkin. Unisini o'zlaring kelishasizlar, lekin kreditga yoki ipotekaga sotilmaydi. Juda ham chiroyli qurilgan domimizda 5-qavatli ikkita kvartirani ko'rdik. Kvadraturalari optimal, maza qilib yashashingiz mumkin yoki bo'lmasam remont qilib ijaraga berib qo'yishingiz mumkin. Bu tomonimizda tibbiyot universiteti, to'g'rida universitet joylashgan. Shahar markaziga yaqin bo'lgan hudud. Oila ham bemalol $300-400 dan sharoitiga qarab ijarada yashashi mumkin.